xizmatlar bajarib o'tgan. Turk va o'zbek xalqiga bog'liq ikki adabiy va farhangiy kishilarning 585 va 543 tug'ilgan kunlaridan Taxor viloyatida nishonlanib o'tdi. Taxor va Badaxshon viloyatlarining qator farhangi va yoshlarning aytishlaricha Amir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur bu ikki adabiy, siyosiy va farhangiy kishilar turk va o'zbek xalqining til, adabiyot va farhangining yuksaltirishi, unib o'sishi va kengayishiga katta va muhim rolning o'ynaganlar. Ushbu ittifoqda hadafi buyki ikki ulug'vorimiz, buyukimiz siyosat arsasiga, farhang arsasiga va xalqni uyg'ontirish arsasiga bular o'zlaridan asarlar, o'zlaridan o'sha kerakli masalaki bir til, bir farhang, bir tarix to'g'risiga bor edi, o'shalarni bajarib ketgan. Shuning uchun bular islash uchun bir barnoma olib o'tdi. Amir Alisher Navoiyni bugun buni uchun oldiki farhang va tamaddun. Ham farhangi bor, ham tamadduni. Farhangiga 2000 misrasi bor. Farhangiga va tamadduniga 400 emori bor. Maktab, madrasa, bemorxona, boshqa narsa 400 emor qilgan. Shaxsiyati kamnazir Osiyoga buding. Mana shu holda Taxor viloyatining qator farhangi yoshlari ham Navoiy va Bobur bu eski siyosatchi, yozuvchi va shoirlarning she'r va andarzlarining foydalarini ilm va siyosat bo'limida xalq uchun o'ta muhim va yetarli bilib, ular adabiy asarlarning indigi yoshlar tomonidan unutilmasligining ham tilga olib o'tdilar. Shu raqamga shunaqa mahfillar, ihtifollar oyndalarga olinsin va tillar rivojlanishi uchun zahmatlar kechilsin. Amir Alisher Navoiydek suxandonlar tili qilich va qalam arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning tili Lutfi va Sakkoki, Otoyi va Shahrux va Ulug'bekning tili biz naslda boshqa vatandoshlarga tekki bu til ya'ni o'z faxriga sazovor bo'lgan bu til. Bu tilni o'rganish uchun, yuksalishi uchun biz talosh qilsak. Aytilishicha Amir Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur turk va o'zbek xalqining bu ikki porloq yulduzlari va madaniyatchilari 5 qarn oldin turk millati, ayniqsa o'zbek til va adabiyotining kengayishi, unib o'sishi va yuksaltirishi uchun ko'rinarli sa'y va harakatlarning o'rtaga tashlab o'tganlar.